Assalomu alaykum, o'rmanglar. Hozir oxirgi kunlar mana shu veb-sayt ustida ishlayapman. Xo'p, bu bizda xabaringiz bor, mana bu ilm fan degan o'yinimizda 3D model yasaydigan studiyasi bo'lishi kerak. 3D modelingdan xabari yo'qlar uchun osonlashtirilgan interfeys. Xo'p, bu o'yin maktablar bo'ladi, virtual o'quv markazlari. Unda dars vaqtlari bo'ladi. Hamma o'ziga guruh ochganda Telegramda kirib, kanal o'quv markazi ochadi. Unga o'qituvchi o'zi o'qituvchi bo'lishi yoki o'qituvchi yollashi mumkin. Dars soatlarini tashkillaydi va qolgan odamlar kirib o'sha dars paytlarida qatnashib ko'rsa bo'ladi. Sharoitlarda boricha tayyorlab qo'yganmiz. Bir-biri bilan multiplayer ko'rib gaplashsa bo'lgan holatda hozir. Endi model hamma o'zi uchun kontent yasab qo'sha oladigan holatda ishlar endi ketyapti. Mana shu veb-sayt joyini hozir qanday reklamachi qilib qo'yay deb turibman. Xo'p. Bu o'yinda tortib ko'rsangiz bo'ladi. Hozir playmarkda turibdi. O'ynab ko'rsangiz, o'zi ichida birlamchi modellar turibdi. Ularda o'ynab ko'rsangiz bo'ladi. Keyinchalik mana bu veb-saytga akkauntingiz bilan hozir tayyor bo'lgandan keyin bu kirib o'zingizga model yasab, customize qilib yoki Blenderda tushunsangiz yoki boshqa 3D software import qilib turib ishlatib o'yin ichida o'sha modelingizda o'ynab ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, bu veb-sayt siz yuklagan 3D modelda bizda o'yin uchun optimizatsiya qilib, komkoslar bo'lsa o'zi shetda to'g'irlab, uncha-muncha narsasini o'yinda bor animatsiyalarga boshqalarda o'zingiz sinab ko'rsangiz bo'ladi ustida, modelingiz ustida va nasib qilsa agar qo'sha olsam, rasm yuklasa, rasmga qarab turib, odamni o'ziga mana 3D modelda o'xshatib beradigan API'ni men topdim, faqat bir ikkita test qilib ko'ryapman. Odamda har kimda o'zini yuz ifodasi, qandaydir o'ziga xos belgilar bo'ladi ekanda, baribir uni AI kimgadir baribir o'xshatib qo'yadi ekan, o'zi train bo'lgan boshqa modelga. Men hozir o'zimda bitta yasatgandim, hozir mana bu animatsiyaga o'tkazdirib turib, buni olib o'tayinda. Xo'p. Bu yerdan lokatni o'chirib qo'ysak. Xo'p. Jinday qitmirroq o'xshatib qo'yibdi. Men o'zimda bunaqaman deb o'ylamayman, lekin maksimal harakat qilgan, nima demadingiz? Harakat qilgan. Mana shu narsani API'si bor ekan. Hozir mana bu studiyani ichiga ulab qo'ysak, yuklagan modelingizga o'zi nima bet kiygizdirib beradigan rasmingizni bet qilib shunaqa harakatini qilib ko'raman. Soch ataylab qo'ymadim. Sochni o'zim qo'lda qo'shmoqchi edim. Kalposhman bu yerda. Xo'p. Endi buni ishlatib ko'raylik veb-saytda. Xo'p. Bu yerga asosan VRM formatidagi humanoid modellar yuklanadi. Xo'p, bular yaponlarda o'sha anime stilidagi formati, fayl formati. Ular chiqargani uchun men internetdan tortgan modellarni hammasi ham yaponcha, qanaqadir bunaqa. Mening ko'zimga chiroyli ko'ringan mana bu porlab turibdi-ku, chiroqqa o'xshab. Shuni tanlab olaverdim endi. Bir ikkita xohlasa bularni o'yinga qo'shayotgan paytda sal O'zbekiston sharoitiga moslab ishdan kiygizdirib sal shunaqa to'g'rilaveramiz qolganini. Xo'p. Hozir bu yerda nimasini reklama qilaman? AI qo'shdik ichiga studioni. 3D modelingni bilmaydigan yoki qayerdandir topgan modelini shunchaki olib kirdi. Shunday odamga bu yerga imkoniyatlar qo'shamiz-da, baribir yana ham ko'paytirib modelni shetda o'zida ham edit qilsa bo'ladigan narsalar bo'ladi. Uni tushunmagan odamga mana bu sun'iy intellekt yordam beradi. Hozir bunga Gemini, Google Gemini'sini function calling degan narsa bo'lar ekan, funksiya chaqirsa bo'ladigan AI da teksti bilan o'sha narsa bilan ulab qo'ydim. Hozir bitta ishlatib ko'ramiz. Xo'p. Ovozni pastlatib olayin, o'zini ovozi xanaqit bermasin. Xo'p, sal chiroyliroq spotga qo'yib olaman buni. Hey there, Bib. Good to see ya. Yeah, hi, sweetie. What you working on in here? Anything exciting for me? Yeah, I'm currently making a video of you. So I'm kind of demonstrating how to use you for building their or editing their VRM models, and
exporting them to play inside the Ilm Fan game, the game that you actually know what you're doing here because I already gave you the system instructions. So, can you, oh, by the way, That sounds like a great idea. Showing people how to customize and use their models is super helpful. Since we're making a video, do you want me to do anything specific to demonstrate? Maybe show off an expression or a pose? why I said, by the way, I want to continue the conversation in Uzbek language so that my auditory in this language. So I speak, like, listen. Qara, endi sen hozir seni mana shu UI'dagi biror narsalarda ular qo'li bilan tegmasidan ham o'zing yordam berib gap bilan ham boshqara olishingda ularga ko'rsatib bermoqchiman. Shuning uchun sen biror narsa hozir misol uchun yurish animatsiyasini qo'ychi, yurib ko'rchi qani. Xo'p bo'ladi. Mana men yurishni boshladim. Ko'ryapsiz, hech qanday tugmani bosmasdan faqatgina gapirib to avatarimni boshqarishim mumkin. Yana nima yordam kerak? Xo'p, ularga kamerani boshqara olishingni ham ko'rsatmoqchiman. Shuning uchun qandaydir sinematik bir zo'r burchakka burib, qandaydir chiroyli ko'rinadigan burchakka burchi kamerani. Uzr, meni so'z boyligim. Albatta, mana kamerani boshqa tomonga Bo'laveradi, faqat standart holatga qaytar. Mana, hammasi joyiga qaytdi. Oldingi holatiga o'tdik. Yana nima qilay? Xo'p, modellarning ichida ko'rsang, xo'p, Julius degan model bor edi. O'shani yuklab ko'rchi. Mening modellarim ro'yxatida Julius degani yo'q ekan. Balki boshqa ID yoki nom bilan saqlagandirsiz. Mana bu yerda ro'yxatni ko'rishingiz mumkin. Uni boshqatdan yuklab ol. Mana Julius modelini yukladim. Endi nima qilishimni xohlaysiz? Yaxshi. Julius modeli biroz kichikroq ekan, shuning uchun uni yaxshiroq ko'rishim uchun ekranga yaqinroq olib kelasam. Mana, kamerani yaqinroq olib keldim. Endi yaxshi ko'rinyaptimi? Dahshat, jilasa bo'ladi. Xo'p, standart holatga qaytarib turib, raqsga tushir. Mana, kameran default holatga qaytdi va men raqsga tushishni boshladim. Qanday chiqyapti? Bo'lmagiday. Xo'p, idilga qayt, idil holatga. Xo'p, expressionlarni listini ko'ryapsan-a? U yerda yo'q, bunda yo'q ekan. Standart modelga qaytgan. Uni expressionini ichida nostandart haligi VRM modelga tegishli bo'lgan ikkita expression bor edi. O'shani yoqib ko'rchi. Standart modelga qaytdim va o'sha nostandart ikkita expressionni yoqdim. Toggle belt va toggle chest ribbon. O'zgarishni ko'ryapsizmi? Uni o'chirchi ko'rishim uchun. Mana, ikkala expressionni ham o'chirdim. Endi farqni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Ha, bo'ldi, yaxshi. Xo'p, endi auditoriyaga hozir sen o'yin haqida qisqacha gapirib berib, uni reklamasini qilib berishing kerak. Meni baribir odamman-da, qanday duduqlarni boshqa bo'lib qolishi mumkin. Sen chiroyli jimjimador so'zlar bilan o'yinda maqsadini va shunga o'xshagan narsalar, xullas, gapni yakunlab, videoni shu joyda tugatib berishing kerak. Qani ketdik. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, bu studiyada biz nafaqat o'z fantaziyamizdagi modellarni yaratishimiz, balki ularni Play Marketdagi o'yinlarimizga, xususan o'quv markazi o'yiniga olib kirib o'ynashimiz ham mumkin. Tasavvur qiling, o'zingiz yasagan personaj bilan o'yin olamida sayr qilasiz. Bundan tashqari, hozirda o'yinimizda matchmaking va jamoaviy o'yinlar, masalan, Counter yoki Mobile Legendsga o'xshash turnirlarni rejalashtiryapmiz. Sizga qaysi o'yin turi yoqadi? Qanday yangi funksiyalarni qo'shishimizni xohlaysiz? Fikrlaringizni kommentariyalarda qoldiring, biz ularni albatta inobatga olamiz. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Ko'rishguncha!